Voydod, nima deyapti bu darvoza hoji aka? Mana xudo xolasa qadrdonlar 2025-yilda trendga chiqishi kuzatilayotgan, taxmin qilinayotgan darvozamiz kraska jarayoniga chiqib oldik. O'tda ruchkalar nima deyapti? Havoda turgandek turibdi akalar, ko'ryapsizlarmi? Bunga diodlar qo'yib bersa, o'ttasiga vobshe boshqacha narsa chiqadi. Hatak bunga qo'ymaymiz, bu birinchi ekzemplyarimiz. Xudo xolasa buni kraska qilib, nijavekalarni yopishtirib, metga lazer gullarni qo'yib, cho'tki qilib olib chiqamiz akalar. Ko'rishlaring mumkin, tepalari ochiq bo'lgan, havo aynalishi uchun lazer gullardan qo'yamiz ikki ham. Bu 2 qavatli darvozamiz. Yuvgani ham, chang-pangda artgani ham juda udobniy variant hisoblanadi. Materiallarimiz porni qalinda bo'lgan, ko'rishlaring mumkin, 6 ga 4lardi, ichlarigacha 6 ga 4 o'qiganmiz akalar. Orqasiga ham list bo'ladi, ichlari utubli bo'ladi. Shumkali darvozamiz hisoblanadi akalar. Hop, buni kvadratda 1.700.000 dan 2 qavatligi 1.5 milliondan 1 qavatligi bo'ladi akalar. Ko'rishlaring mumkin, buni hali kraskalangan jarayonni ham qo'yamiz. Gullarini, nijavekalarni yopishtirgandan keyingi ahvolini, o'rnatgan ahvolimizni qo'yamiz. O'zlaring ko'rib bitta baho beraverasizlar akalar. Xudo xolasa oz qoldi. Betlarga ham nijaveka bo'ladi, pasti bilan. Boshqacha narsa chiqadi xudo xolasa. Inshaalloh. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Olib borib cho'tki qilib, shunaqa neobichniy, hech kimda ko'rmaydigan darvozalar birinchi bo'lib sizlarga kelgan o'rnaydi akalar. Yo'qotib qo'ymaslik uchun videoda like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar akalar, bepul. Obuna bo'lish ham, like ham. Shuning uchun cho'chimasdan poddeshkani bosaveramiz akalar.